Hammaga salom do'stlar. Hozir men sizlarga qanaqa qilib oddiy zombini suv zombisiga aylantirishni ko'rsataman. Hop, boshladik. Uning uchun bizga любой blok, men temir olaman. Keyin esa oyna va suv va zombi olamiz. Oddiy zombi. Ham oldik. Hop, endi bizga kerak yasashimizga kerak bo'ladigan narsa bu. Birinchi degan yasashlar ham bo'ladi, yasamaslar ham bo'ladi. Hop, qo'yamiz. Oyna qilamiz. Endi bu o'zinglarni ko'rishingiz uchun bu zombini. Hop, tepasini esa yopish shart emas. Hop, suvni quyamiz va zombini solamiz. Bo'ldi. Kutamiz. Bu qaltirashni boshlaydi. Bo'laqa. Bu qaltiraydi bu. Qisqacha. Qaltirashni boshlayapti. Sizlar bu zombini qilsanglar bo'ladi. Kattasini, kichkinasini. Asosiysi o'xshasa bo'ldi-ku. Mana suvli zombisimiz ham tayyor. Hozir men buni sizlarga xohlasanglar ko'rsataman. Mashina yo'q bo'ldi. Yonib ketmasin uchun. Mana ko'rib turganinglardek o'tsa ham bo'lar. Bu videoga podpiska va like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bo'lmasam keyingi videolarni ko'rmasligingiz mumkin. Agar podpiska va like bossanglar, keyingi videolarni o'tkazib olmaysizlar. Hammaga xayr do'stlar.